so'nggi esingdami so'nggi esingdami so'nggi so'nggi qo'ng'iroq esingdami so'nggi esingdami so'nggi esingdami so'nggi so'nggi qo'ng'iroq Assalomu alaykum hurmatli mehmonlar, bag'ri keng ustozlar. Kitoblar hikmatlar xazinasi deb nomlangan tadbirimizga xush kelibsiz. Assalomu alaykum bilimga chanqoq tengdoshlar, aziz o'quvchilar, bayramimizga xush kelibsiz. Kitoblar olami insoniyatning nafaqat ma'naviy, ma'rifiy qarashlari, balki ongli tafakkurni, dildagi ezgu hislatlarni, yaxshilikka yo'nalishgan fikr o'ylarini, orzu-umidlarini birlashtirib, hayot maydonining eng yuksak cho'qqisiga chorlab turadigan porloq masalaga o'xshaydi. O'zbek oilalarida kitobga muhabbat juda erta boshlanadi desam mubolag'a bo'lmaydi. Onaning allasi, ertak va hikoyalar jajji farzandlarimizni kitobga oshno qilishdagi ilk qadamdir. Darhaqiqat, kitobni asrab-avaylash va kitobxonlik qadimiy an'analardan biri, xalqimiz ma'naviy kamolotida muhim o'rin tutadi. Kitob bolaning o'z bilimi, dunyoqarashi va ma'naviyatini boyitib boradi. Olamni tinay anglay boshlaydi. Hayot va go'zallikni qadrlash, ajdodlarimiz merosini asrab-avaylashni o'rgatadi. Kichiklar jon otani, bajaradi va'dani, kitob o'qigan bola. Suhbat xo'p sergano, yurish turishi a'lo. Olam faqat 5 minut kitob o'qigan bola. Har fursatda o'choqlik, undobar vaqti chog'lik qilmas aslo chatoqlik kitob o'qigan. Sen bilan butun umrim chambarchasan kitobim, ardoq qilaman doimo eshit shundoq kitobim. Sen oftobsan nuringdan, charog'ondir bu ongim, seni o'qib o'rganib nurafshon bo'lar tongim. Tanishaylik, men kitob, asl bilimlarga kon, boylik beray behisob. Bo'lsang agar qadrdon, lekin yerda burdalab, kamaytirma varag'im, sendan yana bir talab, iflos qilma hech yo'q. Kitobda bilim, lim, o'qi, qunch bilan do'stim, topmoq istasang kamol, oltin olma duo ol, tinmay o'qisang agar, ko'p narsani o'rgatar, bilsang o'ylingda oftob, bilim koni bu kitob. Yaxshi kitob yolg'iz insonga eng ishonchli hamroh, beminnat do'st, nasihatga muhtoj odam uchun eng dono maslahatgo'ydir. Orzularim bir jahon, foyda unga kitob,
Hayotim yo'llarini yordam nurli oftob. Kitob bebaho qadriyat bu. Kitob bebaho qadriyat bu xazinadan. Kitob bebaho qadriyat. Buyuk xazina. Kitob senga yaqin hamroh do'st bo'lar, orzularing ushalib, baxting kular, og'ir kunda seni tashlab ketmaydi, qalb sirlaring birovlarga ochmaydi. O'quvchiga nasihat, kitobni ko'zday asrang, uni qilib ehtiyot, artib, avaylab asrang. Burchaklari bukilib, joni ozor topmasin, har joylarda sochilib, yerlarda ko'p yotmasin. Chunki har bir kitobda bobolarning so'zi bor, yo'lni yoritib turganda chiroqdayin ko'zi bor. Yozilgan har bir so'zni o'qing, yana takror o'qing, o'qib gapning ma'nosini bilib olishga shoshing. Beruniydan olgin dars, Ibn Sino kam emas, Navoiyni o'qigin, o'zing ham she'r to'qigin. Kim ko'p kitob o'qisa, baxtli bo'lar al-qissa. Sizga sovg'a bu kitob, kitobdir misol oftob. Kitoblar do'stdir bizga, har o'g'il har qizga. Qiziqarli ajoyib, barcha kitob g'aroyib. Bilimingiz oshadi, sizlar ham o'qing kitob, qalbimizni yoritar, kitob qalblarga oftob. Ikkinchi sahifa. Kitob haqida kim nima deydi? Yaxshi kitob yolg'iz insonga eng yaxshi, eng ishonchli hamroh, beminnat do'st, nasihatga muhtoj odam uchun eng dono maslahatgo'ydir. Kitob bebaho qadriyat, buyuk xazina.
Bu xazinadan bahramand bo'lavergan sari hech tugamaydi. Aksincha, kishining quvvai hofizasi yuksalib boraveradi. Kitoblar jonsiz, ammo sodiq do'stlardir. Hayotda sening aqlli bo'lishingga beminat xizmat qiladigan ulug' ustoz kitobdir. O'rganar avval odob. Bilimdonlar so'zi bordir bu bobda. Bilimdon go'rdayu ilmi kitobda. Agar yolg'iz esang hamdam kitobdir. Bilim subhidagi nur ham kitobdir. So'z mulkining sultoni Hazrati Alisher Navoiy kitob haqida shunday deganlar: kitobni muqovasiga qarab oladilar, ichiga qarab baho beradi. Kitob barcha bunyodkorlik, yaratuvchanlik va aql-idrokning, ilm-u donishning asosidir. Hayotni o'rgatuvchi murabbiydir degan edi buyuk sarkarda bobomiz Amir Temur. Kitob degan narsa insonning tabiati, mohiyati bilan bog'liq buyuk mo'jizadir. Inson bor ekan, kitob ham qay bir shaklda yashayveradi. Maktab degan qutlug' dargoh, muqaddas surgan ro'yxatjon, ilm sari boshlarilgan aziz shohlanishimizga. Kitob eng olis va zimiston umr yo'lida insonni nur boshlab turuvchi sehrli chiroqdir. Kitobni tanlab saralab o'qish kitobxonlik madaniyatini belgilovchi mezonlardan biridir. Odamzodni yaxshilik yo'liga yo'naltiruvchi bu kitob odamni hayotga nima uchun kelgani, nima uchun yashayotgani, kimga o'xshasa yaxshi-yu kimga o'xshasa noma'qul ekanligini anglashga yordam beradigan mo'jiza. Kitob o'qigan odamning dunyoqarashi shu bilan birga sabr, matonatli, toqatli inson bo'ladi. Kishilar savdosi boshimdan uzoq, erta kech bo'lmishim kitobga o'rtoq. Kitob bu qudratli qurol, u bo'lmaganda men saqovati bo'lib qolar edim. Yoshlarga aytmoqchi bo'lgan va aytayotgan gaplarimning 100dan 1 qismini ham ayta olmagan bo'lardim. Aqlli, ilhombaxsh kitob ko'pgina inson taqdirini hal etadi, deydi buyuk olim. Kitobsiz uy go'yo jonsiz tanaga. Kitoblar qarshisida jamiki narsalar nusiz bo'ladi. Odamlar o'qishdan to'xtashlari bilan fikrlashdan ham to'xtaydilar. Soatli bo'la turib kitob o'qimagan kishining savodsizdan farqi yo'q. Men shunga aminmanki, kitobsiz taraqqiyotga, yuksak ma'naviyatiga erishib bo'lmaydi. Kitob o'qimagan odamning ham, millatning ham kelajagi yo'q deydilar muhtaram prezidentimiz. Uchinchi sahifa. Kitobxon ma'naviyati. Hozirgi axborot asrida turli vositalardan turfa xabarlar olish mumkin. Ammo kitob mutolaasi bu umuman boshqacha jarayondir. Kitobxonlik kishidan muayyan ko'nikmalardan tashqari zehnini ham talab qiladi. Shunday ekan, kitob o'qish kishi ongi va fikrlash qobiliyatini o'stiradi. Kitobxonlikning bosh sharti o'qiganni uqmoq, anglab, tushunib, o'zlashtirib olmoqdir. Binobarin har bir kitobxon tushunib, anglab, o'qishga erishish darkorligini yodda tutmog'i shart. Prezidentimiz kitob va uning mutolaasiga juda katta e'tibor bermoqda. 2017-yilning 12-yanvar kuni kitob mutolaasi va kitobxonlik madaniyatiga oshirishga qaratilgan farmoyish e'lon qilindi. Bu esa o'z navbatida yurtimizda kitobxonlik saviyasining oshishiga, yangi sermazmun kitoblar chop etilishiga omil bo'luvchi muhim odimdir. Millatning ma'naviy, ruhiy dunyosini kitobga munosabati kitobxonlik darajasiga qarab ham aniqlash mumkin. Jahon madaniyatiga hissa qo'shgan ajdodlarimiz erishgan betakror yutuqlarning zamirida ham kitob mutolaasi yotibdi. Kitob o'qi.
Shunda o'zingga yaxshi bo'ladi degan odatiy gaplar bilan kimnidir kitobxonlikka o'rgatish qiyin. Chunki bugungi kunda odamlar uchun kitob o'qishdan osonroq va qiziqarliroq mashg'ulotlar, ermakliklar ko'payib ketmoqda. Farzandingizni mutolaaga qiziqtirish uchun o'zingiz har kuni yarim soat kitob o'qing. Bu jarayon bola uchun xuddi o'yin o'ynashdek maroqli bo'lsin deyishmoqda psixologlar. Chindan ham bola nimadan ko'proq zavq olsa, imkon qadar shunga talpinadi. Kitob o'qishga havas bir zumda shakllanmaydi, albatta. Buning uchun muntazam ravishda bolani qiziqtirish, avvalo qalbida mutolaaga bo'lgan qiziqishini uyg'otish zarur. Hammamiz kitob o'qishning foydaliligini eshitganmiz, lekin uning foydaliligi aynan nimada? Tadqiqotlar natijasi kitob o'qishning quyidagi foydali jihatlarini qilingan ekan. Kitob o'qish asabni tinchlantirishda eng samarali usul ekan. Atigi 6 daqiqa kitob o'qish asabiylashishga barham beradi. Mutolaa tuzlikdan qutulishga yordam beradi. Xotirjam bo'lish va uxlashga yordam beradigan eng yaxshi usul kitob o'qishdir. Televizor yoki telefondan tarqayotgan yorqin nur miyaga uyg'onish kerakligi haqida signal yuboradi. Kitob o'qish esa aksincha ta'sir ko'rsatadi. Miya uxlash vaqti bo'lganini tushunadi. Mutolaa qalbini yumshatadi. Kitob o'qish jarayonida o'quvchi qahramonlar bilan birga ularning quvonch va tashvishlariga sherik bo'ladi. Tadqiqotlardan ma'lum bo'lishicha, badiiy asar o'qigan odam hayotda ham boshqalarning his-tuyg'ularini yaxshi tushunar ekan. Mutolaa tushkunlikka qarshi kurashishga yordam beradi. Shotlandiyalik olimlarning tadqiqotlariga qaraganda, kitob o'qish tushkunlikni davolashning eng samarali vositasidir. Tushkunlikka chalingan bemorlar kitob o'qishni boshlaganlaridan so'ng ularning ruhiy holati yaxshilangan. Mutolaa hayotdagi maqsadni anglashga va qiyinchiliklarni yengishga yordam beradi. Ohio shtati universiteti olimlari inson qancha ko'p kitob o'qisa, hayot yo'lini shunchalik aniq tanlashini ta'kidlashmoqda. Kitob o'qish hayotdagi to'siqlarni yengishga ham yordam beradi.
sahifasi egiladi. So'z boyligini oshiradi. Kitob o'qiyotgan paytda notanish so'zlar ham uchrab qoladi. Ularning ma'nosini umumiy mazmun orqali ham tushunib olsa bo'ladi. Kitob o'qish nafaqat so'z boyligini oshiradi, balki umumiy savodxonlik darajasini ham yaxshilaydi. Mutolaa yozuvchilik qobiliyatini rivojlantiradi. Kitob o'qish jarayonida muallifning yozish uslubi ham o'quvchiga ta'sir ko'rsatadi. Musiqa tinglash jarayonida musiqachining yozish uslubi tinglovchiga o'tgani singari yozuvchining yozish uslubi o'quvchining yozish uslubiga ta'sir o'tkazadi. Mutolaa chet tilni o'rganishni osonlashtiradi. Doimiy ravishda kitob o'qish kishi boshqa tillarni o'rganishda va yangi so'zlarni oson tushunishga va yodda saqlab qolishga yordam beradi. Mutolaa tinglash qobiliyatini rivojlantiradi. Qanchalik g'alati tuyulmasin, kitob o'qish tinglash qobiliyatini oshiradi. Boshqalarni oson tushunishga yordam beradi. Bu ayniqsa kitobni ovoz chiqarib o'qiganda yanada samarali bo'ladi. Birgalikda kitob o'qish ota-onalar va bolalar o'rtasidagi munosabatni yaxshilaydi. Psixologlar birgalikda kitob o'qish ota-onalar va bolalar o'rtasidagi munosabatni yaxshilaydi. Ularning aytishlaricha, bunday munosabat birgalikda televizor ko'rganda aslo paydo bo'lmaydi. Ko'p kitob o'qigan bola darsliklarni yaxshi o'zlashtiradi. Ular tadqiqotda aytishicha, kitob o'qishni xush ko'rgan bolalar maktabda ham yaxshi o'qishadi. Ular grammatikani ham, matematikani ham yaxshi bilishadi. Mutolaa yaxshi hikoya nafsga aylantiradi. Inson kitobni qancha ko'p o'qisa, hikoya qilish qobiliyati shunchalik oshadi. Keraksiz gaplarni kamroq gapirib, keraklilarini yaxshiroq yetkazadigan bo'ladi. Mutolaa yaxshilik qilishga undaydi. Farq kitobxonlar xayriya ishlari bilan nisbatan boshqalarga nisbatan 3 marta ko'proq shug'ullanishadi. Mutolaa muhtoj insonlarga yordam qo'lini cho'zishga undaydi. 4-sahifa. Hikmatlar xazinasidan namunalar. Durdona fikrlar mujassamlashgan hikmatlardan namunalarga navbat beramiz. Marhamat. Bilimdan ortiq boylik yo'q. Kitob bilim manbai, bilgan o'qir, bilmagan to'qir. Avval o'rgan, keyin o'rgat. Aqlning qayrog'i bilim. Ilm olsang dunyoda aqling bo'lar ziyoda. Kitob xazina, bilim boylik, bilim baxt keltiradi. Kitob aql chirog'i. Kitobdan yaxshi do'st yo'q. Inson aql bilan, dononi aql bilan. Ko'p yashagan ko'p bilmaydi, ko'p o'qigan ko'p biladi. Naql iborat o'chog'i, aql fikr. Naql ibrat o'chog'i, aql fikr pichog'i. Sohibkordan bog' qolar, donodan kitob. Bildirish uchun bilish kerak. Bilim davlatdan qimmat. Bilimliga dunyo yorug', bilimsizga qorong'u. Zehn qo'ysang bilimga, ilm tomar dilingga. Ilm egarlagan ot, bilganga do'st, bilmaganga yo'q. Kitob ko'rmagan kalla, giyoh o'rmagan dala. Endi navbat qiziqarli ma'lumotlarga asoslangan Bilasizmi sahifasiga. Tib ilmning buyuk namoyandasi Ibn Sino bobomiz butun umri davomida ijod, ilm-u tadqiqot bilan shug'ullanib, 276 ta kitob yozib qoldirgan. Uning kitoblari asosan ilmiy, tahliliy asarlardir. Hajmi ham zamonaviy, ilmiy, ommabop kitoblardan bir necha barobar katta bo'lgan. Birgina Ash-Shifo kitobining o'zi 18 jildni tashkil etgan. Parijdagi saqlanayotgan qo'lyozma dunyodagi eng qadimiy kitob hisoblanadi.
hikmatlar yig'indisidan iborat bu kitob qadimda Fiva shahrida, Misrning Fiva shahrida eramizdan 2600 yil muqaddam topilgan. Asrab avaylik. Hurmatli o'quvchilar, o'qib o'rganayotgan kitoblarimizni ko'z qorachig'imizdek asraylik. Bu kitoblardan kelajak avlodlar ham foydalansinlar. Bizlarni kamol topishimizda ota-onalarimizning o'rni beqiyosdir. Vatanni kim yaratgan bilasizmi bolalar? Kim dunyoni tebratgan bilasizmi bolalar? Bizga oqsut bergan kim? Shirin tilni kim bergan? Yo'limizda tikanni kiprigida kim tergan? O'tinlari uxlamagan, chirog'im onam mening, jannat menga ne kerak, Makka, Madinam mening. Hujjatlarni ekib, bog'-u bo'stonlar yaratar ekan. Kunlarning birida uning yoniga bir kishi kelib debdi: Assalomu alaykum. Yoshingiz anchaga borib qolibdi. Bu nihollar qachon hosil beradi-yu, siz ulardan qachon bahramand bo'lasiz? Shunda bog'bon bunday javob berdi: Men ko'chatlarni faqat o'zim uchun ekayotganim yo'q. Ularning mevasidan barcha birdek baham ko'rsin. Men uchun o'stirgan daraxtlarimning kelasi avlodlarga foyda berishi, naf keltirishidir. Ustozlarimiz ham xuddi bog'-u chamanzorlar bunyod etuvchi beminnat bobolarga o'xshaydi. Ustozimiz yaratgan bog'idir bizlar, vatan suyanchig'i tog'idir bizlar. Maktab degan ruhlarga muqaddasdir hamroh hamjoh, bilim sari boshlar yo'lga, aziz qishloqdanish o'lga. Har kun erta tongdan boshlab asta qadam tashlab biz u tomon otlanamiz, do'stlar birga shodlanamiz. O'qish yoqsab ortda, bari qoldi bari yodda, raqam tanish, harflar tanish, qo'ldan kelar o'qish yozish. 7 yoshda maktabimda quchoq ochdi muallim, savod o'rgatgan zotga bugun qilamiz ta'zim. Nurli yo'ldan ushlab qo'ldan yetaklabsiz, ezgulikni sochmoqdasiz etaklabsiz. Ko'kka ilkan imkonlarsiz, parvozlarsiz, najot bergan, hayot bergan ustozlarsiz. Sevimlisiz, ardoqlisiz, suyuklisiz, beg'uborsiz, bezavorsiz, betakrorsiz, yozilmagan qancha she'ru bayozlarsiz, ustozlarim, ustozlarim, ustozlarim. Nigohingiz yo'limizga tikilgandir, ko'z nuringiz shu yo'llarga to'kilgandir. Ezgulikka hamrozlarsiz, sarbozlarsiz, ilm bergan, bilim bergan ustozlarsiz. Hayot ham, borliq ham go'zal siz bilan. Siz ila ko'zda nur, qalblarda ziyo, dilda qutlug' kalom g'azal siz bilan. Siz g'arib huvlab qolgan bu dunyo. Siz ustozsiz Temurdek sohib Qur'onga, qo'lda shamshir tutib sizni yod etgan. Siz ustozsiz Nodira-i davronga, ahli shoir ilk she'rim sizga deb bitgan. Yassaviy o'rtaganda Alloh ishqida, sizni imom tutgan piri komil deb, o'zingiz bog'bonsiz har bir gulshanda, shogirdlar kamoli umringizga zeb. Qancha tavsif etmay sizga erurgan, siz boqiysiz to mangulik qadar, poyingizga poyandoz gular ham, barcha qutlug' niyatlar siz uchun har mahal. Salom ustoz, salom muallim. Salom ustoz, salom muallim. Bayramingiz bilan qutlaymiz. Ilm bilan istiqlol yo'lin ko'rsatdingiz, hech unutmaymiz. Siz emasmi 7 yoshimdan alif beni tutgan qo'limga? Siz emasmi silab boshimni cheksiz shodlik solgan ko'nglimga? Bugun sizga chin yuragimdan mehrim tashlab tabrik bitaman. Umrim bo'yi men saodatda vatanimga xizmat qilaman.
ota-onalar xush kelibsiz. Bugun hayajonli kun. O'quvchilarim 4-sinfni, boshlang'ich sinfni tugatishdi. Kechagina bular ilk qadamini qo'ygan edi 1-sinfga. Mana bugun hamma bilimlarni egallab, bilimli zukko o'quvchilarga aylanishdi. Iloyim bular hayot yo'li yorug' bo'lsin. Mana shu bilimlarini hozirgidek yuqori sinfda ham yaxshi o'qishib, yaxshi yetuk mutaxassis bo'lib yetishsin. Kelajakda siz u bizni yuzimizni yorug' qiladigan insonlar bo'lsin hammasi. Tabriklayman hammasini. Sizni ham tabriklayman. Baxtimizga sog' bo'lib yurishsin, baxtli saodatli bo'lsin hammasi. Kelganlaringiz uchun rahmat. So'nggi qo'ng'iroqim chalinma rasta, ko'zda ma'yusligu qo'lda guldasta. Maktab yillarimiz o'tdi birpasda, yuragimni hamon ezar so'nggi qo'ng'iroq. Hayal endi maktabim